Eshita olmaydigan odam musiqa yaratishi mumkinmi? Yoki dunyoni faqat qo'llari bilan ko'radigan odam qanday yashaydi? Aslida bu imkonsiz emas. Bugungi videoda qanday qilib quloq atomdan ham kichik tebranishlarni eshitishi, burun qanday qilib eng mayda hidni ham sezishi, til bir vaqtning o'zida ovqatning ham haroratini, ham ta'mini sezishi, teri qanday qilib bir vaqtning o'zida issiq, sovuq va og'riqni his qilish haqida gaplashamiz. Va eng ajablanarlisi, agar dunyoni ko'rmasangiz ham buni qanday qilib eshitib, his qilish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Eshitish analizatori ham ko'rish singari 3 qismdan tashkil topgan. Birinchisi periferik, ikkinchisi o'tkazuvchi, uchinchisi esa markaziy qism. Periferik qism quloq, o'tkazuvchi qism eshitish nervlari va markaziy qism bosh miya katta yarimsharlar po'stlog'ining chakka qismi. Odam qulog'i 3 qismdan tashkil topgan. Tashqi, o'rta va ichki quloq. Tashqi quloq ikkita qismdan tashkil topgan. Bu quloq suprasi va tashqi eshitish yo'li. Quloq suprasi tovushni yig'ib, tashqi quloq yo'liga jo'natib beradi. Tashqi quloq yo'li esa nog'ora parda bilan yakunlanadi. O'rta quloq bo'shlig'ida 3 ta suyakcha joylashgan. Bular bolg'acha, sandoncha va uzangicha. Bolg'achaning bir uchi nog'ora pardaga tutashgan bo'lsa, sandonchaning ikkinchi uchi esa ichki quloq yo'lini yopib turadi. Bundan tashqari, o'rta quloq maxsus nay orqali halqum bilan ham tutashgan. Ichki quloq bo'shliq, yarim dora kanalchalar va chig'anoqdan tashkil topgan. Ular tashqi tomondan suyak labirint va uning ichidagi parda labirintdan iborat bo'ladi. Suyak labirint va parda labirint o'rtasida perilimfa suyuqligi, parda labirint ichida esa endolimfa suyuqligi bo'ladi. Tovush to'lqinlari tashqi eshitish yo'li orqali nog'ora pardani va ular orqali esa o'rta quloqda joylashgan eshitish suyaklarini va oxiri ichki quloqdagi perilimfa va endolimfa suyuqliklarini tebratadi va endolimfa suyuqligi ichida joylashgan retseptorlar qo'zg'aladi. Retseptorlarning qo'zg'alish natijasida nerv impulslari hosil bo'ladi. Bu nerv impulslari eshitish nervi orqali bosh miya katta yarimsharlarining chakka qismiga uzatiladi va u yerda tovushning kuchi va turi aniqlanadi. Ba'zida eshitishning pasayishi tashqi quloq yo'lidagi oltingut moddasini ko'payishi bilan bog'liq. Tashqi quloq yo'lidagi bezlar bu moddani ishlab chiqaradi va bu modda tashqi quloq yo'lini mikroblardan himoya qiladi. Oltingut tiqinini turli xil cho'p yoki boshqa narsalar orqali olishga harakat qilish nog'ora pardaga ziyon yetishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham bu paytda shifokorga murojaat qilish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Kuchli tovush quloqqa uzoq vaqt ta'sir qilib turgan paytda nog'ora pardani tarangligi buzilib, hattoki odam eshitmay qolishi mumkin. Ayniqsa portlash paytida mana shu tovush nog'ora pardani teshib yuborishi mumkin. Shuning uchun ham portlash paytida og'izni ochib turish tavsiya etiladi. Bu paytda bosimlar tenglashib, nog'ora parda teshilmaydi. Quloq faqat eshitish organi emas, balki muvozanat markazi, ya'ni vestibulyar apparat joylashgan joy ham. Bu yerda ikkita ovalsimon xalta va 3 ta halqasimon nay mavjud. Buni ichida maxsus suyuqlik va retseptorlar joylashgan bo'ladi. Bundan tashqari muvozanat toshlari, atalitlar ham bo'ladi. Odam harakatlanganda, boshini burganda mana shu xaltachalar va kanalchalar ichidagi suyuqlik va toshlar harakatga tushadi. Bu esa retseptorlarni qo'zg'atadi. Mana shu retseptorlar ta'sirida avval miya ko'pirigiga, keyin miyachaga impulslar yetib boradi. Bundan tashqari bosh miya katta yarimsharlarida ham vestibulyar markaz mavjud bo'ladi. Ba'zan odam dengizda suzayotgan paytda boshi aylanib, ko'ngli ayniydi. Biz buni dengiz kasalligi deb ataymiz. Ya'ni bu paytda muvozanat toshlar, ya'ni atalitlar juda ham ko'p ishlaydi va odam o'zini behuzur his qiladi. Vazinsizlik holatida esa odam xuddi o'zini jarlikka qo'yayotgandek his qiladi. Nega deysizmi? Chunki bu paytda atalitlar ishlamay qo'yadi. Shuning uchun ham kosmonavtlar kosmosga chiqishdan avval maxsus mashqlarni amalga oshirishadi. Inson tashqi olamni his qilishi uchun faqat ko'z yoki quloqni o'zi yetarli emas, balki boshqa sezgi organlari ham mavjud. Bularning biri muskul sezgisi deyiladi. Ya'ni muskul, pay va bo'g'imlarda maxsus retseptorlar joylashgan bo'lib, muskullarning qisqarishi va bo'shashi holatida ular mana shu ta'sirni impulsga aylantiradi va sezgi organlari orqali mana shu impulsni bosh miyaning tepa qismiga jo'natadi. Va biz ko'rmagan yoki eshitmagan holatimizda ham, ya'ni ko'zimiz bog'liq yoki quloqimiz yopilgan holatda ham bemalol qadam bosib yurib keta olamiz. Bu bizdagi pay va
bo'g'imlardagi retseptorlarning hisobiga amalga oshadi. Shuning uchun ham biz bu sezgini yashirin sezgi deb ataymiz. Bundan tashqari terida tuyg'u retseptorlari ham joylashgan. Ayniqsa barmoqlar uchi, til uchi va kaftda bu retseptorlar soni ko'p bo'ladi. Bu retseptorlar tufayli odam issiq, sovuq, bosim, og'riq va siypalashni his qiladi. Masalan, odam ko'zi yumuq holda ham buyumlarning katta-kichikligi va ularning og'irligini his qila oladi. Og'riq retseptorlari odamga xavf tug'ilishi mumkin bo'lgan har qanday holatda impuls hosil qiladi va odam shu orqali o'zini xavf-xatardan himoya qiladi. Issiq va sovuqni sezuvchi retseptorlar terida va shilla qavatda joylashgan bo'ladi. Odam hidni burun bo'shlig'ining yuqori qismidagi shilla qavatda joylashgan retseptorlar orqali qabul qiladi. Ularning soni odamda 30-40 milliontani tashkil etadi. Tuklar hisobiga ularning yuzasi yanada kengayadi. Burun bo'shlig'iga o'tgan hidli modda suyuqlik ta'sirida eriydi va retseptorlarga ta'sir qiladi. Mana shu retseptorlarda nerv impulslari hosil bo'ladi va sezgi organlarining markazi, ya'ni bosh miyaga uzatiladi. U yerda hidning tabiati o'rganiladi va javob reaksiya qaytariladi. Har bir insonning o'ziga xos hidi bo'ladi. Shuning uchun ham iskovich itlar ko'p odamlar orasidan maxsus odamni tanlab ola oladi. Bundan tashqari, yoz va bahor oyida hid bilish kuchayadi va yorug'lik paytida qorong'ulikka nisbatan hid bilish yaxshiroq bo'ladi. Ta'm bilish organi og'iz bo'shlig'ida joylashgan ta'm bilish so'rishlardan iborat. Ta'm bilish so'rishlari ellipsmon hujayralar va ular orasida joylashgan tayanch hujayralardan iborat bo'ladi. Odatda eng ko'p bo'ladigan so'richlar tilning uchida, yonida, tilning orqasida, halqum devorida va yumshoq tangnayda bo'ladi. Tilning oldingi qismi shirin ta'mni, uning ikki tomoni esa nordon ta'mni, tilning orqa qismi esa achchiq ta'mni yaxshi sezadi. Bundan tashqari, juda issiq yoki juda sovuq bo'lganda ham ovqatning ta'mi yaxshi sezilmaydi. Shuning uchun ham ovqatning harorati 15-30 oralig'ida bo'lganda uning ta'mi yaxshi seziladi. Sezgi organlari o'zaro muvofiq ishlaydi. Ya'ni bir sezgi organining funksiyasi to'xtashi boshqa sezgi organlarining funksiyasini kuchayishiga sabab bo'ladi. Masalan, ko'rib bo'lib qolgan odam yaxshi eshitadi, yaxshi hid biladi va ayniqsa barmoqlari yaxshi sezadi. Shuning uchun ham ular qog'oz pullarni yoki tanga pullarni bir-biridan farqlab bera oladi. Birdaniga ikkita sezgi organi zararlangan odamda esa, masalan, qari va ko'r bo'lib qolgan, ularning hid bilish organi juda ham yaxshi rivojlanadi. Hattoki gazeta va jurnallarni nomini hididan aytib bera oladi. Bundan tashqari, u butun tanasi bilan musiqani his qiladi. Bunga yaqqol misol qilib Beethovenni keltirish mumkin. Beethoven yoshligida yaxshi eshitgan, ammo yoshi o'tgandan keyin kar bo'lib qoladi. Ammo u tanasini bir qismini pianinoga tekkizib, mana shu musiqani eshita olgan. Ya'ni bizda sezgi organlari o'zaro muvofiq ishlaydi. Ya'ni birining funksiyasining pasayishi boshqasining funksiyasini oshishiga sabab bo'ladi. Agar bu videoda o'rganganlaringizni eslab qolmoqchi bo'lsangiz, Ustoz AI dasturini yuklab oling. Dasturda testlarni yechib, mavzuni qanchalik tushunib olganligingizni bilib olasiz. Hamma video darslarining testlarini yechib chiqadigan bo'lsangiz, sizga kurs sertifikatini beramiz. Kurs Telegram kanalida esa video darslarni qachon chiqishini bilib olishingiz mumkin. Qo'shimcha materiallarni ham tashlab boramiz. Barcha havolalar video ostida.